Dunyodagi eng tinch va sokin davlat. Atrofida 1400 kilometr radiusda hech qanday qo'shni davlat yo'q. Boshqa mamlakatga yetib borish uchun faqat ulkan okeanni kesib o'tish kerak. Bu yerda odamlar sonidan 5 barobar ko'p qo'ylar yashaydi. Shu sababli buni qo'ylar mamlakati deb ham nomlashadi. Xush kelibsiz, Yangi Zelandiya. Shimol-sharqdan Tinch okeani, janubda Antarktika, dunyoning oxiri, g'arbda Avstraliya. Bu davlatda bitta ham ilon yo'q va yer yuzida quyoshni birinchi bo'lib qarshi oladigan joy mana shu. Aholisi atiga 5 million bo'lsa-da rivojlangan mamlakat. Mo'l go'shti, qo'y go'shti va sut mahsulotlari bilan mashhur. Go'zallik va manzaralar bu yerning eng katta boyligi. Hobbit va Uzuklar hukmdori filmlari shu yerda suratga olingan. Bu yerda sehrli shimol yog'dusini tomosha qilishingiz, Vaytomo g'orlari sirlarini kashf etishingiz, Ko'k tog'i muzliklarini sayr qilishingiz, Antarktikadan adashib kelgan pingvinlarni ko'rishingiz va dunyodagi eng go'zal yulduzli osmon ostida hordiq chiqarishingiz mumkin. Agar bu davlatga bir kun tashrif buyurmoqchi bo'lsangiz, kommentariyada bitta ulov emojisini qoldirib keting va Luminex kanaliga obuna bo'ling.